Faqat onani boshda ko'tarib yurish mumkin, ayolni emas. Rossiyada muhojir bo'lgan, 2 marta ajrashgan, ko'p farzandli ota Yigitali Mamajonov 36 yoshda. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Taniqli aktyor va professional kaskadyor Yigitali Mamajonov 16-iyun kuni 36 yoshni qarshi oldi. Mashhur kliplardagi esda qolarli obrazlari bilan tanilgan va bir muddat teleboshlovchilik faoliyatida o'zini sinab ko'rgan. Bugungi kunda 6 farzandning otasi bo'lgan san'atkorning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayot va ijod yo'liga nazar tashlaymiz va uning intervyusini siz bilan bo'lishamiz. Moskvada dunyoga kelganman. Dadam savdogar bo'lgan. Dastavval savdoni meva-sabzavot mahsulotlarini sotishdan boshlagan. Keyinchalik esa valyuta savdosi bilan shug'ullangan. Dollar u vaqtlarda yurtimizda yo'q edi, bo'lsa ham sanoqli insonlarda bo'lgan. Dadam asli O'zganda dunyoga kelgan. Dadam tengi insonlar hozir ham dadamni juda yaxshi bilishadi. Ular sportchi bo'lgan. Meva-sabzavotlarni O'zbekistondan olib Rossiyada sotgan. O'sha vaqtlarda onam bilan tanishishgan. Ular turmush qurgan va men Moskva shahrida dunyoga kelganman. Moskvada uyimiz bo'lgan. 3 yoshimda ota-onam ajrashganlaridan so'ng alohida yashaganmiz. Dadam 8 yoshimda olamdan o'tgan. Bo'ldi, sizlarni ham o'zim bilan olib ketaman deganda oxirgi marta kelganlarida. Ammo o'sha voqeadan 3 oy o'tib, baxtsiz hodisa sababli vafot etgan. Aka yoki ukalarim bo'lmagan deydi Yigitali. Ilk daromadimni sovuqda ishlab topganman. Birinchi gonorar bilan bog'liq xotiralar insonni quvontirishi kerak, ammo menda unday emas. 2011-yili Davlat filmida suratga tushganman. Bu filmdagi ilk katta rolim edi. Davlat filmi. Shart-sharoitlar boshqacha bo'ladi degan umid bo'lgan. Adashmasam qish oyi edi. Sovuqda eshakdek, shunday deyishga majburman. Ishlab, hamma ish bitgandan so'ng qo'limga 870 ming so'm gonorar berishgan deydi aktyor Yigitali Mamajonov. Eng katta gonorarni Rayhon bergan. Yigitali Mamajonov sobiq rafiqasi bilan ijodiy hamkorlik va kliplar orqali tanishganini yashirmaydi. Rayhonning klipini tramplin bo'ldi desam adashmayman. Undan keyin Lola ham klipi syomkasiga chaqirdi. Kamerani o'zimga berib qo'yishdi. Real hayot ko'rsatib bergandek bo'lasiz. Ular boshqacha g'oyalar bilan muxlislarni hayratda qoldiradigan ijodkorlar edi. Loladan keyin Rayhon Samoda deb nomlangan klipiga chaqirdi. Katta gonorarni ham Rayhonning klipidan olganman. Chunki o'sha paytda o'zimni yulduz deb o'ylaganman. Birinchi, ikkinchi kliplarim bilan tanilib bo'lgandim. Qo'limga ozmuncha pul berishgan, lekin u pul menga kerakmas edi. Sababi mazza qilib ijod qilganman deydi u. Kliplar sabab Yigitali Mamajonov bo'ldim. Agar umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, hayotimda kliplar alohida o'ringa ega. Chunki shu kliplar sabab Yigitali Mamajonov bo'ldim. Hozirgi darajaga yetib keldim. Bu narsalarni inkor etib bo'lmaydi. Inson baribir kimligini unutishi kerak emas. Men bu narsadan uyalmayman. G'ururlanib aytishimning sababi aynan kliplar professionalizm darajasiga chiqib, sujetlar qiziqarli cho'qqiga yeta boshlaganda ijodimni boshlaganman. Bu ham bir omad. Institutdagi guruhimizda 25 ta bola bor edi. Orasida mendan ham iste'dodlilari bo'lgan, biroq kliplarga aynan meni chaqirishgan. O'rtacha iste'dodli bola edim. O'zimni zo'rman deya olmasdim, deydi aktyor. Rayhonning uyida ichkuyov edim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon Ganiyeva va aktyor Yigitali Mamajonov 2012-yilning noyabrida turmush qurgan. Juftlik 2014-yil may oyida egizak farzand ko'rib, ularga Islom va Imron deb ism qo'yishgan. 2016-yilning mayida esa Rayhon va Yigitalining nikohi rasman bekor qilingan. Egizak o'g'illar xonanda qaramog'ida qolgan. Men bir marta ichkuyovlikning issig'ini, sovug'ini tatiganman. Birinchi sobiq ayolim Rayhon to'yimizdan oldin menikida yashaymiz deb aytganida buni rad qilishga uringanman. Ichkuyovlik bu uyat, men erkak kishiman. Sening uyingda yashash mening g'ururimga tegadi. Kel, yaxshisi ijarada yashaymiz deganman. Rayhon mening onam vafot etgan. Onamdan yolg'iz yodgorim singlimni bu uyda katta uyda qanday qilib tashlab ketaman? Kim qaraydi unga? Yaxshisi vaziyatni murakkablashtirmaylik. Axir biz bir oila bo'lamiz. Seniki meniki yo'q, hammasi bizniki deb aytgan. Uylanishimdan oldin men o'zim bilmagan holda notariusda nikoh shartnomasiga qo'l qo'yib kelgan ekanman. Keyin bilsam, u shartnomada agar biz ajrashsak, hamma o'z mol-mulki bilan qolishi haqida band bo'lgan ekan. Men o'shanda u qanday shartnoma ekanini bilib qolganimdan keyin Rayhonga demak siz menga ishonmayotgan ekansiz-da, mening tuyg'ularim siz uchun ahamiyatsiz ekanda deganimda, u yoshi katta qarindoshlari shuni xohlashayotganini aytgan.
Hozir o'ylab qarasam, hammasini o'shanda to'xtatishim kerak bo'lgan ekan. U vaqtda to'yimizga ozgina qolgandi. Hammasini yaxshilikka yo'yib, uylanaman dedimmi, tamom, uylanaman deb qaror qabul qilganman. O'ylasam, Rayhon o'shanda ehtiyotkorlik jihatdan aqlli ish qilgan, lekin men 100% Rayhondan unday narsalar talab qilmas edim. O'zi men uning uyida yashashim uyatli narsa. Men yana qanday qilib boshqa narsa talab qilishim mumkin? Bundan ko'ra o'lib keta qolay. Unaqa harom luqmani yeganimdan ko'ra o'lganim yaxshi, deydi aktyor. Qozog'istonlik qizga uylandim, ammo bir-birimizga to'g'ri kelmadik. Yigitali Mamajonov Qozog'istondagi ijodiy safarlari chog'ida esa Nigina ismli qiz bilan tanishib qolgan va turmush qurish taklifini bergan. Uning ikkinchi turmushidan qiz farzandli bo'lib, u 2018-yilning 17-fevral kuni Qozog'istonning Chimkent shahrida dunyoga kelgan. Ammo aktyorning bu munosabati ham uzoqqa cho'zilmagan. Ikkinchi ayolim ham bir sinov bo'ldi. Inson baxtli bo'lishga arzimaydimi? Uni baxtli qila olaman deganman. Ikkinchi ayolimning ham birinchi turmushi bo'lmagan. Birinchi turmushidan 1-2 yil o'tib uchrashib qolganmiz. Qandaydir bir jihatlari yoqqani uchun ham erkak kishi so'qqa bosh bo'lib bo'ydoq yurishi yaxshi bo'lmagani uchun unga turmushga chiqish taklifini qilganman. Ozgina birga yashadik. Ularning tarbiyasi bizning tarbiyamizga to'g'ri kelmas ekan. Ularni ham yomonlamayman. Ikkinchi ayolim o'zimdan 4 yosh kichkina edi. U ham hayotida o'ziga yarasha qiyinchiliklarni, har xil odamlarni ko'rgan, oilaviy muammolarni bilgan, turli sinovlardan o'tgan edi. Mening xarakterim juda og'ir. Aytgan gapimni qildirmasdan bo'lmaydi. Bir narsani undan juda qattiq iltimos qilganman, aytganimni qilmagan. U burchga rozi emasman, o'zim bilganimni qilaman degan. Unda mayli, bilganingni qilaver deganman. Qilmayman degandan so'ng uni urib johillik bilan aytganingizni qildirmaysiz-ku, to'g'rimi? Shundan so'ng u tomonga qarab yo'l yurilmagan. Demak, shunday bo'lishi kerak ekan. Bu ham xatolarimdan biri bo'lgan, deydi aktyor. Uchinchi ayolim bilan turmush qurganimizni ommadan yashirganman. Aktyor Yigitali Mamajonov turmush o'rtog'i aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva bilan 2018-yilda tanishgan. Ularning uchrashuviga O'zimizning yigitlar nomli shou dasturi sabab bo'lgan. Aktrisa o'shanda o'g'li Abu Bakrni dunyoga keltirgunga qadar Yigitali bilan oila qurganini yashirgandi. Ayolim bilan ko'rsatuv syomkasida tanishganmiz. U paytda menga ham, unga ham qiyin vaziyat edi. Oilaviy ajrim, keyingi ruhiy muammolarni yengish uchun vaqt va ruhiy madad kerak edi. Biz avvaliga bir-birimizni ruhiy ko'mak berish uchun gaplashganmiz. Keyinchalik munosabatlarimiz jiddiylashgan. Uning sabrli ekanini va aytgan gapimni qonundek qabul qilishini sezganman. Avvaliga oila qurganimizni odamlardan yashirganmiz, ammo o'g'lim tug'ilishi arafasida hammasi oshkor bo'lgan, deydi Yigitali Mamajonov. Tug'ruqxonada ikkimizni ko'rib hayron qolishgan. Muqaddas Sa'dullayeva. Yigitali Mamajonovning 3-turmushidan Abu Bakr va Xadicha ismli farzandlar dunyoga kelgan. U hozirda Muqaddas Sa'dullayeva bilan bahs kechirmoqda. Aktrisa ko'z tegish sabab turmush o'rtog'ining xohishi bilan oila qurishganini ma'lum qilmagani haqida gapirdi. Turmush o'rtog'im ham mengacha 2 marta oila qurgandi. Men avvalgi oilalarimni ommadan yashirmagandim. Menimcha ko'z tegdi. Shu bois siz bilan bo'lgan nikohimizni hozircha hech kimga aytmaymiz degan. Uning gapini qonun deb bilganim uchun oila qurganimizni eng yaqin dugonam Shahzoda Muhammedovaga ham aytmaganman. Homilador bo'lmasimdan avval birga restoranlarga borardik, ammo homiladorligim sezila boshlagach, hatto birga ko'chaga ham chiqmaganmiz. Ba'zan bu holat qachongacha davom etar ekan deb o'ylardim. Quruq kunim kelgandan birgalikda tug'ruqxonaga borganmiz. Ikkimizni birga ko'rib ko'pchilik hayron qolgan. O'g'lim Abu Bakr dunyoga kelgandan keyin menga ajoyib surprizlar tayyorlangan. Ya'ni oila qurib farzandli bo'lganimizni ommaga oshkor etgan. Yig'lab yuborganman, deydi aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva. Ayolimning rashk sabab ajrim yoqasiga keldik. Muqaddas bir necha yildan buyon deyarli ijod qilmaydi. Faqatgina turmush o'rtog'i bilan partnyor sifatida suratga tushadi xolos. 2022-yili esa Muqaddas Sa'dullayeva va Yigitali munosabatlariga dars ketgani va ular alohida yashayotgani ma'lum bo'ldi. Aktrisa turmush o'rtog'ining xonadondan ketgani va farzandlarini yolg'iz tarbiyalayotgani haqida bir necha videolar joyladi. Yigitali Mamajonov keyinchalik buning sabablarini va Aysinimxon Yusufova bilan munosabatlari haqida gapirdi. Va Aysinimxon Yusufova Yigitalining tipaji emasligini, u qiz bilan shunchaki ish munosabatdan tanish ekanligini ochiqladi. Oilamiz kuchli rashk sabab ajrim yoqasiga keldi. Telbalarcha bir insonni sevish psixologik yaxshi holat emas. Buning oqibatida fojialar yuz berishi mumkin. Eng yengili oila buzilishiga, keyinroq esa o'limgacha olib keladi. Ayol kishi o'zini bilib bilmay ko'nglingizni og'ritadigan, nafsoniyatingizga tegadigan gaplarni gapirib qo'yadiki, shunaqa paytda shuncha umrimni, vaqtimni, energiyamni shu ayolga sarflab kelayotganim qanchalik to'g'ri ekan.
Bundan keyin hayotimni baxshida qilib, bu inson bilan yashash to'g'rimikan? Arzimaydi-ku bu inson deb o'ylab qolasiz. Bu fikr sekin-asta kuchayaveradi. Kuchaygandan keyin yana gapirib qo'yadi. Aynan mana shunday vaziyat bizning oilamizda ham bo'lgan. Rashk, qattiq yaxshi ko'rish shaxsan menga kerak emas. Jinnilarcha yaxshi ko'radigan insonga siz bugun egib yashashingiz kerak. Men bunday sevgiga tayyor emasman. Bu narsa meni bezillatadi. Bu dunyoda hech bir jonzot haqiqiy, tubsiz, beg'araz sevgiga arzimaydi. Bunday sevgiga faqat Alloh munosib. Meni bunday sevishlari kerak emas. Ayol kishi erini hurmat qilishi kerak, deydi Yigitali Mamajonov. Oradan bir necha oy o'tib, oila rishtalari yana qayta tiklandi. Yigitali turmush munosabatlarini yaxshilagach, oilaviy umra safariga borib qaytishdi. Undan so'ng bir necha muddat teleko'rsatuvlarda birga boshlovchilik qilishdi. Butun O'zbekiston meni abyuzer er deb biladi. Meni negadir vahshiy, abyuzer erlar qatorida deb bilishadi. Turmushi o'xshamagan, baxtsiz ayollarning taqdiriga men sababchi emasman. Shunchaki hayot shunday ekan. Agar hayotdagi yutuqlarim va xatolarimga qarab muhokama qiladigan bo'lsa, bu adolatdan emas. Chunki men ham hamma kabi oddiy xatolarga boy insonman. Beayb Parvardigor. Erkak ayolni boshida ko'tarib yursa muvozanat buziladi. Faqat onani boshida ko'tarib yurish mumkin, ayolni emas. Chunki aksincha bo'lsa muvozanat buziladi. Erkak ayolni yaxshi ko'rishi, unga mehr berishi kerak. Baxtning yana bir kaliti erkak va ayol o'z chegaralarini nazorat qilib turishi kerakligida deb bilaman, deydi aktyor. Yigitali Mamajonov Mendirman Jaloliddin tarixiy seriali kastingidan nega norozi, nega jahli chiqqan? Jaloliddin Manguberdi tarixiy serialining kastingiga chaqirishdi. Kastingga bordim. Juda zo'r deya olmayman, chunki birdan juda tez bo'lib ketdi. Qo'lingda nimalar keladi deyishdi. O'zim haqimda ma'lumot berdim. O'qiganimni, serial, kino, kliplarda suratga tushganimni ma'lum qildim. Ot minishni bilasanmi deyishdi. Film minishni ham bilaman dedim. Xohlasangiz tryuklar ham qila olaman dedim. Uni ham ko'rsatganimdan so'ng, "Voy zo'r Yigitali" deb qoyil qolishgandi. Ammo meni bu rolga olishmadi, chunki Jaloliddin o'ynayotgan turk aktyori men ko'rsatgan ishlardan birortasini ham qila olmas edi. Ularga bu narsalarni qilishga ancha bor edi. Maqtanish emas, hali ancha bor. Chunki bu ishlarni u aktyorlarning o'rniga qilish uchun kaskadyorlarga pul to'lashadi va ular qilishadi. Biz esa bu ishlarni o'zimiz qilamiz. Kerak bo'lsa rolni ulardan yaxshi o'ynab ham bera olamiz. Faqat yaxshi rejissyor bilan ustimizda ishlasak kifoya. O'sha rol bilan yashaymiz, kerak bo'lsa. Xullas keyin serialga chaqirilganim ham yo'q, deydi aktyor Yigitali Mamajonov. Hozirda Yulduz Rajabovaning turmush o'rtog'i Emre Kvaljimning ustidan shunday gapirib, san'atda sog'lom raqobat bo'lmaydi. Faqat sportda sog'lom raqobat bo'ladi deb bilaman. Ammo san'atda sog'lom raqobat hech qachon bo'lmaydi va bo'lmagan ham. Bu kasbda bunday bo'lishi juda qiyin. Masala shuning uchun bu borada chuqurlashish yoki o'ylab yurish ham kerak emas. U sohada inson birovni emas, o'zini nazorat qilish kerak. Chunki kimnidir nazorat qilsangiz, o'zligingizdan ketib adashib qolishingiz mumkin. Shu sababli faoliyatim davomida kimgadir raqobatchi sifatida qarab emas, kim bilandir bellashmaganman. Chunki raqobat sifatida qarasam, ular bilan kurashishimga to'g'ri keladi. Lekin menga kimdir, nimadir, kimgadir nimani isbotlash kerak emas, deydi aktyor. Gonorari qimmat aktyorman. Yigitali Mamajonov 20 dan ortiq seriallar va filmlarda bosh rollarni ijro etgan. 40 dan ortiq videokliplarga tushgan. Men suratga olish ishlarim davomida Yulduz Rajabova va Asal Shodiyeva bilan yaxshi til topishib ishlaganman. Odatda partnyor tanlamayman. Muhimi fikrlarimiz to'g'ri kelsa, men bog'dan kelganimda sherigim tog'dan kelmasa bo'ldi, deydi aktyor o'zining intervyusining oxirida. Yigitali Mamajonovning intervyusining davomi sizga qiziq bo'lsa, izohlarda uning fikrlari qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib like bosishni unutmang.